ko'z yoshim kelaveradi jalab, ko'z yoshim bilan. Men shuncha uy qurdim, shuncha yaxshilik, shuncha ishlar qildim, mayli. Peslashmas, do'stlar, men misol keltiryapman-da. Ikkita yo uchta ehsonda yig'laganman, chunki yosh bolachalar qishda yuzi kuyib ketgan qizaloq bu yoqdan shamol urib yotibdi, oynani salafondan teshib yopib qo'ygan. Bu yoqda kuyib ketgan yuzi. O'tira olmadim, bir sekund ko'zimga yosh chiqib ketdi, shuni ham o'zim yig'ishtirib oldim, kameraga qarab yoqqa chiqib ketdim. Yo'q, ular jalab o'tirib oladi bular. Bu ko'z yosh ham tugamaydi bularda. Ko'tini chimchiraydimi kimdir? Jalab buni yig'lab katta soloqmonda erkak bilan yana har kuni keladi ularga yig'iyam, yig'loqimi jalab har kuni keladi. Ko'z yosh ham qatdan keladi, zakazga keladimi yo kartaga tushayotgan pullarni balansiga qarab keladimi? Bu kelyaptimi? Hani o'ng qo'liga nima bo'lyapti? Kelyaptimi? Yig'lang, yig'lang. Do'stlar, shu onaxonni ko'pchilik o'zi bilan bitta samolyot bileti bilan haj safari rosa tursa $2000 turadi. Bir haftalik kampirni qiynab, bo'g'ib, onajon yig'lang, men bilan qo'shilib tushmayapti-ku pul. Onaxonam, bolam, meni eng katta orzuyim shu joylarga borish. Bitta o'g'lim o'tib ketdi, shutga boraman deb. Onajon, xotirlamang. Shuncha o'g'lonlaringiz ko'rib turibdi, mana 700 ta qo'y baylab olganman o'zimga. Qo'ylar ham shirilab. 2-3 oydan keyin ani chiqib turib tabriklashingiz mumkin. Men ham niyatimga yetdim. Hayotda ishlamagan hech qayerda jalab. Hayotda bir biznes, bir ko'ta og'rib ish qilmagan. Mana bu uchastkani ota-onamga sovg'a qildim. Qayerda? Deydigan odam yo'q.